Ko'pchilik ota-onalar o'ylaydi, hali bola kichkina, tishlari shakllanmagan, endi chiqadi deb. Lekin asl haqiqat shunaqaki, bolani tishlari ona hali homiladorlik paytida shakllanib bo'lgan bo'ladi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Bolani tish rudimentlari, ya'ni tishning qismlari homilani 7-8 haftaligida shakllanishni boshlaydi. Ya'ni hali homilador ayol o'zini homilasi borligini bilmasdan turib, tishlarimizga tashqi omillarning ta'siri boshlanadi. Shu davrda agar homilador ayol stressda yoki infeksion kasalliklarni o'tkazadigan bo'lsa, ovqatlanish tartibini buzadigan bo'lsa yoki dori vositalari, ayniqsa antibiotiklarni me'yordan oshiq va notartib holatda ichadigan bo'lsa, bolani tish emallari ertaga chiqishida ham, chiqqandan keyin bakteriyaga chidamliligi ham buziladi. Bola tug'ilgandan keyin sut tishlari 6-8 oylikda chiqishni boshlaydi. Ana olaylik 3 yoshda уже 20 ta tishlari уже chiqib bo'lgan bo'ladi. Bu joyda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bolani tishlarini tuzilishiga qattiq e'tibor berishimiz kerak, chunki emali juda ham yupqa, ya'ni 1 millimetr bo'ladi. Bu doimiy tishlarimizning emalidan 2-3 barobar yupqa hisoblanadi degani. Ana o'shaning uchun ham sut tishlari, ya'ni bolalarning tishlari tezda kariesga uchraydi. Kariesga uchragan bo'lsa, tezda og'riq berishni boshlaydi. Og'riq berib, keyin keyingi asoratlarga o'tib ketishi juda ham tezlashgan bo'ladi. Bu narsa juda ham muhim va har doim tishga parvarish qilishimizdan oldin bu narsani hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik tishlarni parvarish qilishda va uni kasalligini oldini olishda vitaminlar va har xil kalsiyli preparatlarni ichishni afzal ko'radi, lekin bu narsa bizani kariesdan qutqarib qolmaydi. Buni ko'pchiligimiz sinovda ham bilganmiz. Biz mana doktor sifatida ishlagan paytimizda ota-onalardan beriladigan savollar ham ko'p bor edi. Lekin tishimizning emali bu vitaminlar yoki bu kalsiylar bilan mustahkam bo'lib qolmaydi. Sababi emalda shakllanishida kalsiy, fosfor va oqsillar, yog'lar ham ishtirok etadi. O'shani hisobga oladigan bo'lsak, bu moddalarni qo'shimcha taomlar va ovqatlanish tartibini me'yoriga solgan holatda o'zlashtirishimiz oson. Shirinlikka keladigan bo'lsak, ko'pchilik aytgandek asosiy omil bu shirinlik deya olmaymiz. Chunki shirinliklardan tashqari boshqa uglevod moddalar ham bor. Bular bo'lishi mumkin soklar, pechenyelar va hozirgi kunda juda ham keng tarqab ketayotgan, ko'p iste'mol qilinayotgan farzandlarimizga beradigan kashalarimiz, kechqurun beradigan idishchali, so'zkali, so'rg'ichli kashalarimiz ham asosiy sababchilar bo'ladi. Mana shu narsalarni bolalarimizning tishini asosiy dushmanlari desak bo'ladi. Bu narsani oldini olish uchun albatta biza nafaqat vitaminlar, nafaqat shirinliklar, balki tishimizni to'g'ri tartibda yuvishimiz, to'g'ri vaqtda yuvishimiz juda ham katta rol o'ynaydi. Demak, bu narsani bilib, o'rganib, nima xulosaga kelishimiz mumkin? Bu xulosani men 4 ta narsaga bog'layman. 4 ta asosiy narsani yana qaytadan ta'kidlab o'taman. Bu birinchisi, sog'lom tish bu homiladorlik paytdan shakllanadi va o'sha paytdan biza e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi xulosamiz bu sut tishlarimiz. Agar sut tishlarimizni parvarishini qilmaydigan bo'lsa, ertaga chiqadigan doimiy tishlarni ham hayotini xavf ostiga qo'yamiz va nafaqat tishlarimiz, balki umumiy sog'lig'imizga ham ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi biza qiladigan xulosamiz bu shirinliklarga bog'liq. Shirinliklarni biza ko'pchilik o'ylaymiz, karies asosiy sababchisi. Bu shirinliklarni agar to'xtatib farzandlarimiz bermaydigan bo'lsak, bo'ldi karies bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Yo'q, baribir bolalar shirinlik bilan, baribir shirinlik yeyishadi. Bunaqa paytda nima qilamiz? Aslida shirinlik yegan paytda, yeb bo'lgandan keyin albatta bolalar tishlarini yuvib, chayib tashlashlari kerak bo'ladi. Yana sizlarga bitta lifehack berishim mumkin. Farzandingizni tish yuvishga o'rgatish uchun shirinliklardan foydalansak bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Shirinlik berishdan oldin farzandimizga tushuntiramiz va shart qo'yamiz.
Qanaqa shart? Agar bu shirinlikni yeydigan bo'lsang, albatta tishingni yuvishing shart. Agarda yuvaman desang, mana shu shirinlikni senga beraman deb shart qo'yishimiz mumkin. Mana shu uslubimiz orqali ertaga farzandimiz tishini yuvishi odatga keltiradi. Xohlasa. 4-xulosamiz bu menga ko'p murojaat qilishadi. Ko'pchilik ota-onalar shunaqa deyshadi va bu tishlarni davolash shart emas, va bu tushib ketadi deb aytishadi. Mana shunaqa ota-onalar uchun ham ogohlantirish, ham bu albatta e'tiborga olish kerak bo'lgan narsa. Agarda siz tishini davolashni kechiktiradigan bo'lsangiz va bu orqali siz ham, farzandingiz ham albatta azoblanadi. Agarda sizni farzandingizda tishlari qorayishni boshladi yoki og'izda hidlanish bo'lyapti, ovqat yeganda bezovtalik yoki og'riqlar boshlagan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizning farzandingizni tishini nafaqat plombalaymiz, balkim kelajakdagi chiqadigan doimiy tishlarini, hayotini xavf ostidan qutqaramiz. Qolaversa, farzandingizni sog'lom turmush tarziga qaytishiga yordam beramiz. Pastda sizga telefon raqam qoldirganmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin va bizning profilimizga podpiska tugmasini bosib a'zo bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan doktor Mashrabov Nodir bo'ldi, bolalar stomatologi. Yana boshqa videolarda foydali ma'lumotlar bilan ko'rishamiz.